Muzika ustozi bor-u, yomon asamga tegdi-da. O'zi uni darsiga men kirmoqchimas edim. Yo'q, popkam bo'shab qoldi-da, majbur bo'ldim kirishga. Yana u ham yetmagani har kuni kakali kamaya degan qo'shiqqa aytiraveradi. Nima, u qo'shiq men katta bo'lganda menga kerak bo'lardi. Undan ko'ra anu zamonaviy qo'shiqlar nimaydi? Shimday ekan. Bikar degan qo'shiqlarni aytirsa bo'ladi-ku. Uyanku mayli. Bugun bizda ikkita fanda imtihon bo'ldi. Bittasi anglizki, ikkinchisi matematika. Voy, anglizkida yomon bo'ldi-da. Farzona degan qiz o'zicha yubkasi mantika shpargalka qo'yapti-da, ko'chiraman deb. Keyin anu Firdavs degan bola Farzona shunday yubkasini ko'tarib ko'chirayotganda Firdavs degan bola ko'rib qoldi-da. Voy, men Farzonaning tursigini ko'rib qoldim deydi. Yomon bo'ldi-da. Uyanku mayli. O'zi bizda bitta Nargiza degan qiz bor. Hech ochki taqmas edi. Bugun o'zicha ochki taqib kelibdi. Voy dedim, nima bu ochki taqib kelibdi desam, anu ochkisini mantiga bossa, rus tili ingliz tiliga перевод qilib berar ekan. Dedim, texnologiya. Bugun matematikadan ham imtihon bo'ldi-da. Hamma narsani rishitsk bo'lib, endi ChatGPTga kirib javobini ko'raman deganimda, to'g'ri yechibman yo'qmi deb ustoz ko'rib qoldi-da. Telefonimni olib qo'ydi. Keyin voy bering ustoz desam, iltimos boshqa qaytarmaydi desam, otaning kelsa, keyin telefoningni qaytarib beraman dedi. Voy, endi uch qo'yib qo'ysa kerak-a. Ha, svoloch, uyda ham telefon, maktabda ham telefon. Sana deb gap eshitib bo'lib ketar ekanmiz-da. Buyoqqa. Bo'ldi, ojon. Hozir telefonimni ham olib kelma. Uchimni ham to'g'rilab kelma. Hozir ojon, yig'ilib chiqdi.